shu chetga ishlagani ketyaptim Yevropa davlatiga. Kechasida 2da og'riq boshlanardi. Infarkt bo'lib, yurak sanchish bo'lib, yurakda tromb bo'lib qolgan ekan. Ular yurakga stent qo'ydi. Endi atga katta umidlar bilan tayyorgarlik ko'rgansiz, lekin shu sababli qaytib Bu keldingiz. sababli qaytib keldim. Umidlari katta edi, borib ishlab, yaxshi biz o'zbekchilikda uylarni remont qilamiz, to'ylar qilamiz deb niyatlarda ketgandik. Shofyorman, haydovchiman, ko'proq dalnilarga yuraman. Shu payt shundari uxlamaslik uchun, charchoqni yozish uchun energetik ichganman dedim. Ertalik yuragingizni bezovta qilgan vaziyat qanday bo'lgan edi? Menda shu yurak bezovtasi birinchi nafas qishishi shu oldin ko'krak sohasi nafas qisish bo'ldi. Undan keyin orqa o'ng kurakdan qisishlar bo'lgan. Undan keyin shu kechasida og'riq borib turib, kunduzi og'rimasdi. Faqat kechasi ko'proq og'rirdi. Shundan shu yerimda qattiq sanchiq bo'lib qoldi. Doktorga ko'rindim. Ko'rinib kelguncha qon aylanish anaqalari tartibi buzilgan ekan deyilgandan keyin qon suyultiradigan ukollarni olib turib, shu chetga ishlagani ketyaptim Yevropa davlatiga. Bu yerdan licheniyamni oldim, faqat ozroq olganim uchun 5 kunlik ulgurmadik to'liq tugatgani. U yerda biletlarim hamma yo'q olingan. Keyin bu yerga Yevropaga borib 1 oy ishlagandan keyin og'rib qoldi. Yana xuddi tashi sanchiqlar berib, oxiri sanchiq qo'yvermay qo'ydi. Demak, bu yerda o'sha og'riq bo'lgandan keyin yurak sohasida o'zgarishlar bo'lgan. Unga licheniyani to'liq ola olmadingiz. To'liq ola olmasdan vaqt kelib qolgan, iloji yo'q ketganman. U yerga borib ishladingizmi keyin? U yerda 1 oy 4 kun ishladim. Nima ish qildingiz? U yerda traktorchilik qildik. Traktor haydadik. Endi bo'lgan holat qanaqa bo'ldi keyingi og'riqlar u yerda boshlanishi? U yerdagi og'riqlar har kuni kechasida 2da og'riq boshlanardi. 2dan sahargacha tuzukroq uxlolmasdim. Shu oldi ko'kragimda qattiq qisardi, uxlolmay chiqardim. Men uni endi yurakda sanchishi deb to'liq his etmaganim uchun bilmasdim. Yurakdan o'ylamadim. Boshqa shamollash deb o'yladim. Shu dixaniyalarim shamollagan shekilli deb o'zimni issiq kiyinib, issiq tutib yurdim. U oxiri o'sha infarktga olib keldi. O'sha demak og'riq kuchaydi. Og'riq kuchayib, sahar 4da ushlagandan keyin ertalabgacha og'riq qo'yvermay qo'ydi. Keyin shifokorga murojaat qilishga majbur bo'lib borib, bu yerda ko'rinib, hamma qon analiz, hamma tekshirganda menda o'sha infarkt oldin bo'lib o'tgani, keyingisi hozirgisi ham infarkt bo'lib, yurak sanchish bo'lib, yurakda tromb bo'lib qolgan ekan. Oldin bo'lganda, lekin o'zingiz bilmaysiz. Menda o'zimizda og'riganda shu infarkt boshlanishi o'tilgan ekan. O'sha 1 oy oldingi bo'lgan holatda. Yurak sanchiganda shu O'zbekistonda. Endi ular nima muolaja qilishdi keyin u yerda? Ular yurakga stent qo'ydi. Tromlarni ochib, stent qo'yib, u yerda shu 6 kun 2 kun reanimatsiyada, 4 kun palataga olib o'tib, o'zlarini dori-darmonlari bilan muolaja qilib, keyin O'zbekistonga qaytarib jo'natishdi. Hali bitta gapingizga men hayron bo'ldim. O'sha gapimiz ozgina chala qoldi. U yerda yotgan bemorlarning yoshi haqida gapirayotgandingiz. U yerda yotganimda bari yoshi katta insonlar bilan birga palatada yotdik. Ularning eng yoshi 70 yashar bo'ldi. Undan eng kattasi 85 yashargacha bo'ldi. 70 yashardan yoshi siz xolos. 70 yashar, eng yoshi men. Men 40 yoshda. Ularda eng yoshi 70 yoshda bo'lgan. 70 yoshda. Kattasi 85 yoshgacha. Ular mendan hayron bo'ldi, savol berdi. "Bu sen yoshsan, 40 yoshda qanday bu infarkt bo'lib o'tdi? Yuragingga qanday stent ana bo'ldi? Bu bo'lishi mumkin emas 40 yoshda" deb u yerdagilar ajablandi. Shifokor ham hayron. Shifokor ham hayron, senda bunaqa holat bo'lmashi kerak edi. Bu bizda pashti birinchi marta bunaqa eng yosh 40 yoshlikka emas stent qo'yapmiz deb ajablanishdi ular. Nima savol berdi keyin? Nima so'radi sizdan? Keyin bizdan shu so'ragan narsasi u yoqdagi ovqatlanish tartibini so'radi. Nima ish qilasan, nima qilinadi deb. Sababini oqtarganda sababini oqtardi. Nimadan kelib chiqdi bunaqa yoshda deb oqtargan. Sababini oqtarganda men shofyorman, haydovchiman, ko'proq dalnilarga yuraman. Shu payt shundari uxlamaslik uchun, charchoqni yozish uchun energetik ichganman dedim.
Keyin ularni aytib berdim. Undan keyin ovqatlanish rejim, tartiblarini so'radi. Ovqatlanishda bari o'zimizni menyularni ko'rsatdim. Ha, bu samovar, samovar, paloq, shularni oshlarni, qozon kabob, keyin xamir ovqatlarni ko'rsatdim. O'zimizni xonim, manti, hammasini ko'rsatdi. Keyin ular mendan so'radi. Bu oshni dedi, qachon iste'mol qilishasan deb so'raganda, biz ko'proq uyda ham kechasi 7-8 yosh yotardan oldin yeymiz dedim. Samovar o'zimizni bizda endi kafening anaqasi o'zimizni samovar deylari. Jo'ra oshi bo'ladi deb. Shunda 8-9 da yeyiladi. Bundan keyin 1 soat, 1,5 soat uzog'i ili 1 soatdan keyin ham uyga kelib shunda yotiladi dedim. Deb aytganimdan keyin o'shaning uchun dedi, senlarda bu yosh turib ham shunaqa kasalliklar bo'lib chiqishi kerak bo'lar ekan. Bu osh bu anaqasi kuchli shekilli dedi. Kaloriyasi oshlarda endi qozon kabob, siltama barini ko'rsatganim uchun ular o'ta kuchli kaloriyali ovqatlar edi. Buni ertalab saharda yoki obedda yeyishing kerak. Bu eng anaqasi dietani yaxshi ushlash kerak. Shu ovqat har xil ovqatlanish tartibi buzilsa ham shunaqa holatlarga olib keladi dedi. Demak, bular sababda demak biz ovqatlanish rejimimizni to'g'ri yo'lga qo'yilmaganini, noto'g'ri ovqatlanishdan topdi unisini ham. Endi siz u yerda lecheniya oldingiz, bu yerga qaytib keldingiz, shuni biz qaytib ketdik. 10 kun yotdingizmi bu yerda? U yerda 10 kun yotdim. 10 kun yotdingiz. U yerda siz endi ishga borish uchun ancha-muncha muddat tayyorgarlik ko'rgansiz, to'g'rimi? U yerga borish uchun 6 oy vizamni kutganman. Kutgansiz. 6 oy vizalarni kutib, borib 1 oy ishlagandaglar nasib qilmadi, og'rib qolib. Keyin yana qaytib keldim. U yerda senga 1 yilgacha отпускga dedi, 6 oy 1 yil yaxshi bo'lib qolgandan keyin qaytib kelib ishlasang bo'ladi dedi. Unga davr 2 oy mashina, texnika haydamaysan dedi. Umuman 2 oysiz yengil mashinada ham rolga o'tirganim yo'q. Bu yoqda katta texnikalarga ham даже 1 yilga yaqin ruxsat bergan yo'q. Demak, hozir siz 40 yoshda endi shu narsalardan ma'lum bir muddatga o'sha mahrum bo'ldim. Endi atga katta umidlar bilan tayyorgarlik ko'rgansiz, lekin shu sababli qaytib keldingiz. Bu sababli qaytib keldim. Umidlari katta edi, borib ishlab, yaxshi biz o'zbekchilikda uylarni remont qilamiz, to'ylar qilamiz deb niyatlarda ketgandik. Endi yana bitta gapni aytdingiz, balki kelganingizda haligi oshna oilalar vrachlari bor ichida dedingiz. O'shalarda necha yoshdan stent qo'yishni so'radingiz? Nima deyishdi? Ularga u yerda eng yoshi men bo'ldim deb so'raganimda, bizda shu narsalar ko'payib ketyapti dedi. O'zimizni doktorlarimiz ham uni sabablarini yosh bolalar, mana maktab o'quvchilari, studentlar ko'p energetikadan ichib foydalanayotgani uchun даже 21 yoshlarda ham qo'yilganlarini aytib o'tdi. 25-30 yoshda ham o'zimizda. Bizda o'ta mana shunaqa ko'p iste'mol bo'lgani uchun o'ta yoshlarga ham ko'p qo'yilyapti deb aytishdi uni. Demak, o'sha energetik ichimliklar, ular tartibsiz ovqatlanishlar, shularni to'g'rilashlar haqida ular tavsiya berdi demak. Tavsiya berdi. Hozir endi necha xil tabletka ichyapsiz? Nechta ichyapsiz bir kunda? Hozir bir kunda 7 xil tabletka ichyapman. Ertalabda 3 xil tabletka ichaman, kech payt 4 xil ichaman. Undan 2-3tasi bir umrlik tabletkalar bor, qon suyultirish, davrinani bir xil me'yorda ushlashlik tabletkalarni. Qolgan 5 xili 1 yil davomida uzluksiz ichiladi deb tavsiya etilgan. Hozir aka Andijondan kelgansizlar, to'g'rimi? Andijondan kelganman. Andijon Qur'on-tepa rayonidan kelganman. Videoyimizga tushib, shu gaplarni aytib berishga rozilik berganingizga avvalambor sizga rahmat. Chunki o'zimiz shifokor sifatida ijtimoiy tarmoqlarda shunaqangi kerakli mavzularda videolar tayyorlab joylab boramiz. Hozir mana internet zamonida, texnika zamonida YouTube'dan kimdir foydalanadi, kimdir Instagramdan. Hali biz ham aytamizki, shu sog'lom hayot tarzini to'g'ri yo'lga qo'yish kerak. Chunki o'sha Yevropa, chet davlatlarning ko'pida bu narsa to'g'ri yo'lga qo'yilganligi uchun siz o'sha shifokorga murojaat qilib, o'sha yerda больницada yotgan paytingizda sizdan katta eng yoshi 70 yosh bo'lgan. Bizda hozir sog'lom hayot tarzi degani kam harakatli bor bizda. Harakatni ko'paytirish kerak. Vaznimiz ortib ketib qoladi. Ovqatlanish rejimini to'g'ri yo'lga qo'ymaymiz. Energetiklarni ko'paytirib yuborganmiz.
hamma narsani o'zini me'yori bor. O'sha Me'yori bor. energetikni ichmasinmiz. Ichsa bo'ladi, kerak bo'lsa o'zimiz ham vaqt soat kelsa orada bir marta, ikki marta ichishimiz mumkin. O'sha vaziyat to'g'ri kelib o'zini qolsa. shu me'yorida, Me'yorida. haftada birmi, iloji bo'lsa ozroq ichgani yaxshi. Demak, qarang, siz dalniy yo'lda ko'p yurgansiz, uyquni qochiraman deb Uyquni energetikadan qochiraman ko'p deb foydalangansiz. Energetikadan ko'p ichib foydalanganman. Demak, hozir menda shunday xulosa bo'lyaptiki, bu videoyimiz nafaqat o'sha ovqatlanish rejimini to'g'ri yo'lga qo'yish, oddiy aholi, balki uzoq yo'lda yuradigan, dalniy yo'lda yuradigan shopirlarimizga ham taalluqli bo'ladi. Demak, uyquni qochirish maqsadida o'sha energetikadan ichish, boshqa qilish, Sog'liqlaridan erta shikoyat qilmaslik uchun ayrilishga bu to'g'ri kelib qoldi. ikkalamiz suhbatimiz ham mana do'stlarimiz, birodarlarimizga mana boshimdan o'tgani uchun, men qilgan xatoni qayta takrorlanmasligi uchun suhbat o'tilyapti. Shunaqa narsaki, tabiiy uyqu keldimi, uni majburan qochirmasdan o'zi aslida u energetik bilan bo'ladimi, boshqa narsa bilan bo'ladimi, majburan qochirmasdan eng yaxshi to'xtab ozroq dam olib. Endi majburan qochirildimi, u uyqu keyingi uyquga qo'shiladi. Aytaylik, undan keyingi uyquni 5 soat uxlash kerak edi. Haligi vaqtda uxlamagan 2-3 soatlik uyqusi keyingi uyquga qo'shib 7-8 soat uxlashga to'g'ri keladi. Cho'zilib ketadi. Vaqtida uxlanmagan uyqu ham organizmda boshqa jarayonlarda noto'g'ri tomonga ketib qolishiga sabab bo'lib qoladi. Endi u uyquni bo'lib ham energetik bilan qochirishadi. Energetik bilan. Demak, shu narsada ko'p bo'lgan. Ko'p bo'lgan. Eng ziyoni ko'p ekan. Shunga yoshlarimizga, shu shofer aka-ukalarimizga shu iloji boricha shu xatoni qilmasligini, mana o'zimizdan bildik, ichib yurganmiz. Mana yosh turib kasal bo'ldik. Shuni o'zini sog'lig'iga foydali qilib yurgani yaxshi. Bo'ldi. Aka, sizga katta rahmat. Sizlarga ham rahmat. Shifo bergani rost bo'lsin. Ilohim bu narsa ko'rganingiz, kechirganingiz eng yomoni shu bo'lsin. Bundan xatolar takrorlanmasligini qilib sog'liqqa e'tiborli bo'lgani yaxshi ekan. Bu videomizni qo'yib, boshqa ko'p insonlarga foydali bo'ladi degan umidda bu videoni joylamoqchimiz. Ijtimoiy tarmoqqa rozilik berganingizga rahmat. Albatta, bu ishdan birinchi o'rinda savob olamiz, siz ham men ham. Ikkinchi o'rinda shu insonlar, biz O'zbekiston xalqimiz shundan to'g'ri xulosa chiqarishi. Sog'lom hayot tarzini to'g'ri yo'lga qo'yishlariga turtki bo'lib qoladi bu narsa. Sizga katta rahmat. Sog' bo'ling aka.